Qonuniy gaplashamiz kanali admini Jasurbek Nas avtoyurist bo'laman. Mana shu sertifikatingiz moslama bilan bir xilligini tekshirsak bo'ladimi? Mana shu moslamaga tegishli ekanligini ko'rsak bo'ladimi mana shu sertifikat? Kameraga olishimizga haqqimiz bor. Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 9-moddasi. Ochiqlik, shaffoflik prinsipi bor. Apparat tadbirkorlikda bilasiz, tushunasizmi? Juda yaxshi. Okey, farqi yo'q. Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. Bizga olishga huquq beradi bu narsa. Apparatni tekshirishga bermaydi. Mana shu, qarang, men apparat tekshirmoqchi emasman. Apparat tekshirish haqqim yo'q. Men mana shu sertifikat aynan mana shu apparat ekanligini tekshirish uchun men kodini solishtirib ko'rsak bo'ldi. Kodini aytayapman, mana bu tekshirasiz. O'chirilmaydi. O'chirilmaydi. O'chirilmaydi bu. O'zi multiradarlar bekor bo'layotganingizdan xabaringiz bormi? Bor-a? Samarqand viloyat Samarqand shahrida tushirilgan multiradarga. Nechi tezlik? Mana shu qarorni biz sud tartibida bekor qilganmiz-da. Lekin bekor bo'lyapti, lekin baribir odamlar ovora bo'lyapti-da bekor qilishga, okey? Shunga qarab qaraysiz, men xolisona fikringizni bilmoqchiman. Ularning so'zlarida axborot xizmatiga borsangiz, savolingizga javob berasiz. Siz javob bera olmaysiz, to'g'rimi? Okey, o'yinsiz saqlab qo'ysangiz bo'ladi. To'g'risi bildingiz-a, bekor bo'layotgan sud tartibida. Bo'ldi, sog' bo'ling, charchamaysiz. Mana ko'rdinglar, istalgan multiradarlar bekor qilsa bo'ladi. Farqi yo'q, faqat qonuniyligini hech kim tan olmayapti. Bekor qilish uchun qonuniy jarima botidan foydalanishni maslahat beraman. Telegramdan qonuniy jarima botini topib olamiz. Boshqa soxta botlarga aldanmang.